alaykum hammaga. Hurmatli treyderlar, bugun sizlarga bir strategiya ko'rsataman. Strategiyamiz nimadan iborat? Strategiyamiz juda ham oddiy. Indikatorlardan biz super trendni belgilab olamiz. Super trend kerak bo'ladi. Super trendda xuddi signalni o'zi beradi. Hech nimaga tegmaymiz. Bu yerdan hech nimani o'zgartirmaymiz. Ya'ni 13 turadi. Xo'p, signal o'zi beradi. Sotib olish chiqqan vaqti, ya'ni sotib olamiz. Sotish chiqqan vaqti sotamiz. Ya'ni mana bunaqa. Xo'p, endi qanaqa ishlaydi? Men sizlarga hozir 1 minutlik time frame'da ishlashini ko'rsatib beraman. Mana bu yerdan mana hozir 11 sekunddan keyin sotish chiqadi. Ya'ni switch buzib, sotib olishni buzib o'tib, yopilib beradi. Shu bilan sotish chiqadi. Biz 1 minutga savdoga kiramiz. Sotish yuqoridan chiqdi va biz 1 minutga pastga savdoga kirdik. $100 bilan kuzatamiz. Qani qanchalik darajada bu strategiya ishlab beradi. Xo'p, 36 sekund vaqtimiz bor. Bemalol ishlab beradimi yo'qmi? Hozircha kuzatamiz. Agar ishlab bermasa biz dagon qilamiz. Faqat bir martagina dagon qilamiz. Ishlab bermasa faqat bir martagina dagon qilamiz. Yana pastga ishlab bermasa. Xo'p, $200 bilan men tayyor turibman. Xo'p. 4 3 2 1 0. Xo'p, savdoni ochdim. Ko'rib turganlaringizdek $200 bilan pastga savdoga kirdim. Dagon bilan. Endi dalshi kuzatamiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi, dalshi bilamiz. Agar ikkinchisida o'tmasa, savdoni bu yerda to'xtatamiz. Dalshi boshqa joydan yana xuddi shunaqa signal izlaymiz. Lekin ko'pincha men bu strategiyani ishlatib ko'rganman. Ko'pincha birinchi stelkada ishlab beradi. Ikkinchi stelkaga даже dagonga uspet qilmaymiz, ya'ni dagon ochib o'tmaymiz. Juda ko'p birinchi stelkada ishlab bergan. Xo'p, biz 6 sekund qoldi. 4 3 2 1 0. Ishlab berdi. Birinchi signalimiz. Xo'p, dalsh davom etamiz. Yana bir marta yana bitta signal ko'rsataman. Shu bilan videoni to'xtataman. Xo'p, mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana xo'p, bu yerda chizib ko'rsatayin desam sizlarga chizadigan nimani o'zi yo'q ekan. Xo'p, mana bu switch mana kay yuqoridagi chiziqni urib yopib beryapti. Xo'p, qanday tushuntiraman sizga? Mana bunday ko'rsatayin. Mana bu chiziq. Mana qizil chiziq mana bu yerda to'g'ri turibdi va switch shu bilan yopib beryapti. Pastdan sotib olish chiqdi. Keyingi switch mana kay yuqoriga chiqib yopib beryapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz. Mana 7 6 5 4 3. Ya'ni siz keyingi switchda o'z savdoga kirdingiz, yuqoriga chiqib yopib berdimi, значит siz plyusga kirdingiz. Bu ishlab berdi. Biz lekin bu yerda savdoga kirmadik, chunki speed qilmadik. Xo'p, dalshi izlab ko'ramiz. Super trend strategiyasi. Xo'p, mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, mana bu chiziqni urib berish kerak. Yuqoridagi switchga kelib urib bersa biz savdoga kiramiz, ya'ni pastga. Hozircha ancha vaqt bor meni fikrimcha uni urib berishga. Mana bu switchga yaqin qolgan, ko'rib turibsiz. Agar pastga tushib yopib berib, ya'ni
chiziqdan o'tib, yashil chiziqdan o'tib yopib bersa, biz pastga savdoga kirgan bo'lardik. Xo'p, keyingi switchani kuzatamiz. Agar pastga tushib yopib bersa, keyingi switchdan pastga savdoga kiramiz. $100 bilan. 42 sekund. Kaç? 15 sekund kaldı. Xo'p, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keyingi switchdan bizga sotish chiqdi va keyingi switchdan pastga savdoga kirdik $100 bilan. Xo'p, darsh kuzatamiz. Ya'ni ishlab beradimi, yo'qmi? Darshni kuzatamiz. Xo'p, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tak, sistem tegamiz ishlab beryapti. Ko'rib turganingizdek, plus yopilib berdi. Necha punkt? 104 punkt bilan plus yopilib berdi. Xo'p, nima ham deymiz? Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yingizlar, poddeshka qilib qo'yingizlar. Agar yangi foydalanuvchi, ya'ni yangi ko'rib turgan bo'lsangiz, shu videoni podpiska bosib qo'ying va Telegram kanalga kirib, Telegram kanaliga podpiska bosib qo'ying. Xo'p, hammaga rahmat. Sog' bo'lingizlar.